Yo'qchilik erkakni sekin o'ldiradi. Bir kunda emas, har kecha, har sukutda va har o'ylanib qolganida erkak bir o'lib tiriladi. U kulib yuradi, ichida bo'ron bo'ladi. U jim yuradi, ichida qichqiriq hayqiradi. Bolasi nimadir so'rasa javob topolmaydi. Ayoli qarasa ko'zini olib qochadi. Chunki erkak qo'li bo'sh paytda ham og'irini yerga tashlamaslikka majbur. U yiqilsa ham o'rnidan turadi, yig'lasa ham ichiga yutadi. Och qolsa ham bosh egmaydi, ochligini minnat qilmaydi. Alloh ko'ryapti, jim sabrini ham, yutilgan alamini ham. Shuning uchun erkakni boshi egilmasin. Erkakni yo'qchilik o'ldirib qo'ymasin. Erkakni so'zini o'ldiradigani ham, erkakni boshini egadigani ham, gapirmasdan bir nuqtaga qarab o'tirib ko'ziga yosh keladigan ham bu yo'qchilikning kasofatidan bo'ladi. Erkaklarda hech qachon so'zi ikki bo'lmasin. Oilada hamisha ayolning oldida erkakning so'zi o'tkir bo'lsin. Bolasini oldida erkakning so'zi o'tkir bo'lsin. Vaholanki erkak bor xonadonda baraka bo'ladi. Erkak bor oilada ustun bo'ladi, tayanch bo'ladi. Erkak kishining 1 so'mi, ayol kishining 1000 so'midan barokatli bo'ladi. Erkakning boshi egilmasin. Egilsa ham faqat sajdada Robbisini huzurida egilsin.